Assalomu alaykum. Mana aziz birodar, aka-uka, kaptar ishqibozlari, xonadonlar, uydagilar, ballar hamma yaxshimi? Allohimga hamd sanolar, shukronlar olsin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga durud salomlar olsin. Mana yaqin aziz birodarlarim hammalariga salom. Mana Shahmardon Pirimga keldim. Somsalar tayyor bomdoddan chiqishlarga, sho'rvalar, choylar. Mana akam Pirimni mana bitta ko'rdida, haqiqatan meni muxlisim deshadi. Alloh rozi bo'lsin akamizdan. Nima niyat qilishgan bo'lsa, Alloh taolo niyatlariga yetsin. Mana shunchalik xalq xizmatini qilib talabda somsalar, asallar, qaymoqlar, kalla go'shi, til, hamma yo'qlar bor ekan, Alloh rozi bo'lsin bulardan. Nima niyat qilib ochishgan bo'lsa, Alloh taolo niyatlariga yetsin. Xo'p bo'ladi, mana qaymoqlarni asallargacha ko'rsatib beraman. Ertalab bomdoddan chiqishlarga qaranglar. Xudoning bergan ne'matlarni, mana asallar. Mana yana asal. Mana nima desa, malina, choylar bilan ichib, o'rtoqlar, jo'ralar. Kimning ota-onasi bo'lsa olib kelsin, Shahmardon Pirimga duolarni olsin. Trillarda duolarni olsin, nevaralar ham ko'rib, dadajon, opajon yuring, mana Shahmardonga olib borgansiz. Olib nollar qarang, mana ertalab bomdoddan turish, xamirlar qilib, nollarni qo'yib qo'yishadi. Alloh rozi bo'lsin bulardan. Mana nima xohlasalaring bor, ertalabda chiqishlar, hech qanaqa qiynalib yotmaysizlar. Bozor qilib yotmanglar, adabada mana hamma yoq bor mana. Kelaverasizlar, mana tuxumlar bor, novvotlar bor, kofilar bor, mana asallargacha bor. Hozir garmashuraylargacha bor, garmashuray. Vallahinga shukr, vallahinga shukr. Ertalabda chiqib bemalol mana bomdoddagi ichsalaring hamma narsa bor. Bozorda sotib yotganlar o'zlaring qiynab. Mana hamma narsa bor. Ertalab chiqasizlar, asal yeysizlar, qaymoq yeysizlar, malina, tuxumlargacha bor. Onaxonim, Alloh rozi bo'lsin. Nima niyat qilgan bo'lsangiz, Alloh taolo niyatlaringizni, xalq xizmatini qilyapsiz. Sizni bir pela choyingizni, bir pela tuxumingizni, asallaringizni yesa, sizni duo qilishadi. Boringizga shukr. Halvalar qarang, halvalar ertalabda biz misol nahorda oshda, ertalab choyxonalarimizda, ertalabki oshimizda mana halvalar, kofilar, novvotlar, asallar, uni qarang turishini. Mashalloh, mana qaymoqlargacha bor, tuxumlargacha bor. Uy tuxumlari vahro atasizlar aka, 3,5 tonlarda tugab qolar ekan uy tuxumi. Iloji bo'lsa vahro chiqarasizlar. Qaymoqlar qarang. Mashalloh. Mana endi qaymoqlar, asallar bor. Mana kelaverasizlar, murojaat qilsalaring, o'zlarini olmayapmanki, o'zlarini ko'rsatyapman. Prosta meva-chevalarni, hamma narsalarni ko'rsatyapman. Ertalabda bomdoddan kelib olaverasizlar. Bolalaringga shukr. Tuxumlar turishini qarang, ertalabda bemalol cho'rasizlar. Endi mana akam, qo'llugu akam mana garmashuraylar olishibdi. Alloh rozi bo'lsin akamizdan. Kecha o'g'lingiz bilan gaplashdik. Bugun rizqimizni qarang, mana tilda bilan o'zi pishirib, tayyor qilib qo'ygan ekansiz. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Nima niyat qilgansiz, Alloh taolo niyatlaringizni yetsin. Boringizga shukr, sog' bo'ling. Bomdoddagi chiqib olib tursangiz, mana tuxumlar bor ekan, novvotlar bor ekan, asallar, malinalar, qaymoqlargacha bor ekan, dultalargacha bor ekan uni qarang. Ana hamma yoq bor ekan. Kelaverasizlar, bemalol murojaat qilaverasizlar inshaalloh. Ana. Endi o'zlaringni ham bitta olib qo'yaman, mana uzoqdan turib. Uzoqdan turib olib qo'yaman. Uzoqdan olib qo'yaman, uzoqdan. Ana, bo'ldi. Boringizga shukr. Qayerdan keldingiz? Ya Qo'qonda qatida? Dang'ara tumanidan. Gap yo'q, omadingiz bersin. Qo'qonga Dang'ara ham qaraverarmikin? Gap yo'q. O'rtog'ida ham o'yin. Mana o'rtog'ingiz ham olib beraman. Gap yo'q, Alloh rozi bo'lsin. Mazza qilinglar, sog' bo'linglar. Mazza qilib dam olib ketyapsizlarmi? Sog' bo'linglar. Shunaqa o'rtoqlarni ham ko'p chaqirib, mazza qilib yurib, kimdir ota-onasi bo'lsa olib kelib, ota-onasi duosini olsin. Videolar mo'mlabda rahmatli bitalak